bizada yana bir ajoyib narsa bor. Bu Niche firmasi aslında brend aslında chiqqan Krill Oil mahsulotimizdir. Krill Oil shunday ajoyib xususiyatga egaki, buni kasallarga, ponni sahr kasali bor, qandli diabetlarga bersak tavsiya qilsak bo'ladi. Yuragida, oyoq qo'lida hamma o'zi bilmagan holatda, masalan, asab buzarmachilik bo'lganda tromb hosil bo'ladi organizmimizda. Tromblarni maydalavash xususiyatiga ega. Infarktni, insultni oldini oladi. Holsizlikni oldini oladi. Ana keyin nodiydi bir sahrdan normada tutib bera oladi. Ponni odamni bedroq qilib yura oladi. Buning ichida 168 xil elementi, foydali elementi bor. Aslida ichida 72 dona bo'ladi. Krill Oil rasmiy bir qizil kapsula bo'ladi. Hozir yonimda yo'q, bu ochilmagan ekan, ochmadim. Qizil kapsula bo'ladi. Buni ichida omega 3, omega 6, omega 9 bor. Lekin sirti, yana biz dori ichamiz, kola ichamiz, boshqa ichamiz, kun tartibimizda to'g'ri emasmi? No'g'a zarar, bog'rimizga zarar bo'ladi. Bog'rimizni, buni Krill Oil'ni sirti bog'rimizni bizlarga tozalab yetkazib bera oladi. Buni ichgan odamni 100 ham yasharadi. İçinden yaşartış xususiyatiga ega. Keyin qolaversa, ozishni xohlaganlar uchun ham tavsiya qilamiz, lekin jasmin choyimiz bilan birgalikda. Jasmin choyimiz qilchatkalarda qo'parib tushirib beradi. Ana bumiz bo'lsa, azon bilan 2 dona ichsa, sahrni, keyin kechqurun yatchoqda 2 ni ichsa, sahrni qonni tushirib beradi. Keyin qolaversa, davleniyani normada saqlaydi. Davleniyani ya chiqarmaydi, ya tushirmaydi, normada saqlaydi. Buni qaranglar, 9 yoshdan boshlab 90 yoshgacha tavsiya qilinadi. 1 minglik ham tavsiya qilinaveradi. Hammasini ichish mumkin. Sababi Krill Oil dengizning eng tubida yurgan kichkinakkina baliqchaning yog'i bo'ladi. Ana shu narsa hammangizga tavsiya qilaman. Infarkt, insult oldini olish uchun bemalol ichishlaringiz mumkin. Marhamat.